Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo birodarlar, mansab va amal sabab o'z haddidan oshib ketgan, tog'utlik holatiga kelib qolgan Namrudni oddiygina pashsha orqali halok qilgandan so'ng Ibrohim alayhissalomga Suriyaning Shom shahriga hijrat qilishini buyuradi. Ibrohim payg'ambar mana o'zini yurtida necha yil dinga da'vat qilmasin, bu aholini ko'z o'ngida bir nechta ochiq mo'jizalarni zohir bo'lmasin, ming afsuski birodarlar, Ibrohim Halilullohga baribir hech kim iymon keltirmaydi. Va ul zot Suriyaning Shom shahriga yetib kelgach, u yerda o'zining amakisining o'g'li bo'lmish Lut alayhissalom Ibrohim payg'ambarga iymon keltiradi. Shom aholisi birodarlar o'sha davrlarda Harroniylar deb atalgan. Harroniylar but va haykallarga iloh deb sig'inishmagan. Ularning ilohlari yulduz, oy va quyosh bo'lgan. Eng katta ilohimiz deb quyoshni tan olishgan. Ibrohim alayhissalom Shom diyorlarida uzun yillar mobaynida hayot kechiradi. Va mana shu vaqt ichida o'zining amakisining qizi bo'lmish Sora bibi onamizga uylanadi. Sora bibi birodarlar yer yuzida yaratilgan eng go'zal ayollarning ikkinchisi bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu qissani zikr qilar ekan, sahobalardan biri yo Rasululloh, Sora bibi ikkinchisi bo'lsa, ha unda birinchisi kim deb so'rashganlarida Havvo ona deya javob qilgan ekan. Nega endi deyilsa, chunki Havvo ona Odam alayhissalom jannatda bo'lib turgan vaqtida yaratilgan edi-da. Jannatda xunuk narsa bo'lmaydi birodarlar. Demak, otamiz Odam alayhissalom ham o'ziga yarasha husndor inson bo'lganlar. Zotan Alloh taolo Muborak Qur'oni Karimda biz insonlarni eng go'zal suratda yaratdik deya marhamat qiladi. Harrom qavmi kechalari yulduz va oyga, kunduzlari esa quyoshga sig'inar ekan, Ibrohim alayhissalom ularni mana shu iloh deb sig'inayotgan narsalari o'zi aslida haqiqiy iloh bo'lgan, Alloh taoloning yaratgan maxluqotlari ekanligini isbotlash maqsadida kechalari yulduzlarga ibodat qilayotgani chiqqan qavmning yoniga kelib turib, "Hoy birodarlar, mana u meni Robbim" deya yulduzlarni ko'rsatadi. Qavmdagilar bir tarafdan hayron bo'lishsa, ikkinchi tarafdan xursand bo'lishadi. Hayron bo'lishgani Ibrohimni o'zi bizga bu yo'lni xato ekanligini aytib da'vo qilayotgan edi-ku deysa, xursand bo'lishganlari, ha, mana endi Ibrohim ham ko'zi ochilib, bizni safimizga qo'shilyapti deyshadi. Kun yorishib, yulduz va oy botib ketgandan keyin Ibrohim payg'ambar haligi qavmning yoniga keladida, "Ey qavm, men iloh deb sig'inganimizni botib ketganini sevmayman. Bu bizni Robbimiz emas" deydi. Qavmdagilar eng katta ilohimiz deb quyoshga sig'inib turishganida yonlariga Ibrohim alayhissalom keladida, "Hoy birodarlar, mana shu meni Robbim" deya quyoshni ko'rsatadi. Holbuki bu oydan ham, yulduzdan ham kattaroq va kuchliroqdir deydi. Kun botib quyosh ham yo'q bo'lib ketgandan keyin aytadiki, "Ey qavm, men sizlarni shirk keltirgan narsalaringdan pokman. Ko'rdilaringmi bu ham botib ketdi" deydi. Va Parvardigoro
agar sen hidoyat qilmasang men to'g'ri yo'ldan adashib qolaman dedi. Birodarlar, hozirgi kunda mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilishayotganidek, barcha payg'ambarlarni ham yolg'onchiga chiqarishayotganlar bor. Shu qatorida Ibrohim alayhissalomni ham. Endi Alloh taoloning do'sti bo'lgan Ibrohim Halilullohga qarata aytilayotgan bo'xtonlarni qarangki, Ibrohimni o'zi ham putparast bo'lgan, u ham quyosh va oyga sig'ingan. Ikkinchi ayoli Hojar ona saroyda erkaklarni hojatini qondirib yuradigan ayol bo'lgan. Ibrohim alayhissalomni o'zi dayus bo'lgan. Hatto Yahudiylar aytadiki, Ibrohim alayhissalomni birinchi o'g'li Ismoil emas, aksincha Ishoq alayhissalom bo'lgan deyshadi. Hoy, Allohdan qo'rqinglar. Axir Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga yoshligidan payg'ambarlik ilmini bergan-ku. Endi qanday qilib yoshligidan payg'ambarlikni olgan nabiy shirk keltirishi mumkin? Ba'zi payg'ambarlarning xotini xoin bo'lgan bo'lishi mumkin, birodarlar. Lekin hech qaysi bir payg'ambarda xotini zinokor bo'lmagan. Alloh bu ishlardan saqlab qo'ygan ularni. Endi Yahudiylarni aytayotgan bu gapiga kelsak, maqsad birodarlar bu yerda islomni yolg'onchiga chiqarish. Ismoil alayhissalomga berilgan sharaf o'zi aslida Ishoq alayhissalomga berilgan edi deya fitna chiqarish. Bu fitnadan murod nima? Ishoq alayhissalom Yahudiylarning otasi deb bilishadi. Sharaf, martaba bizga berilgan, arablarga emas deyshadi. Haroniylarga Ibrohim alayhissalom bu sig'inib yurgan narsalaring Alloh emas, aksincha Allohni yaratgan mahluqotlari ekanligini isbotlab berishiga qaramay, ul zotga iymon keltirish o'rniga aksincha unga qarshi chiqishadi. Hattoki Ibrohim alayhissalomni bu qilgan ishidan qo'rqitib, baloga yo'liqishini aytib uni tahdid ham qilishadi. Shunda Ibrohim payg'ambar qavmdagilariga qarab turib, "Ey birodarlar, sizlar Alloh taoloni o'zi yaratgan mahluqotlarini iloh deb, Allohni unutib shu narsalarga sig'inishdan qo'rqmayapsizlar-ku. Nega endi men sizlarni hidoyatga boshlashdan qo'rqishim kerak?" deydi. Ibrohim alayhissalom qancha harakat qilmasin, Haron qavmidan ham unga ergashadiganlar bo'lmaydi. Faqatgina o'zining xotini bo'lmish Bibi Sora va Lut alayhissalom Ibrohim payg'ambarga iymon keltirishadi. Shunda Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga Suriyaning Shom shahridan Misr diyorlariga qarata hijrat qilishini buyuradi. Birodarlar, har bitta ishni tagida Alloh taoloning buyuk hikmati bor. Mana Ibrohim alayhissalom o'zini vatanidan Suriyaga kelib uylanadi va Lut alayhissalomni o'ziga ergashtiradi. Buni hikmati buyuk. Kelajakda bittasi payg'ambar bo'lsa, ikkinchisidan yana bitta payg'ambar Ishoq alayhissalom dunyoga keladi. Endi Misrga hijrat qilishlarida ham katta bir hikmat bor. Hojar onamizdan Ismoil alayhissalom dunyoga kelsa, Rasululloh Ismoil alayhissalomning naslidan chiqqan. Alloh taoloning hisob kitobi buyuk, birodarlar. Hazrati Ibrohim, Sora bibi va Lut alayhissalomlar Misrga hijrat qilar ekan, Misr podshohining qulog'iga mamlakatimizga begona kishilarni kelganini va ularning ichida bir ayol ham borligini, hamda ana shu ayolni husni nihoyatda go'zal ekanligi yetib keladi. Buni eshitgan Misr podshohi tezda ana shu ayolni huzurimga olib kelinglar. Agar uni yonidagi erkak uni eri bo'lsa, uni o'ldiringlar deya hukm chiqaradi.
Alloh subhanahu va taolo o'zining suyukli payg'ambari bo'lmish Ibrohim alayhissalomni bu xabardan ogohlantirish maqsadida Jibril alayhissalomga bo'lib o'tgan voqealarni Ibrohim alayhissalomga yetkazishini buyuradi. Askarlarni kelayotganidan xabar topgan Ibrohim Sora bibiga qarata: "Ont bo'lsin yer yuzida siz, men va Lutdan boshqa musulmon yo'q. Agar kimdir sizdan bu erkak kim deb so'rasa, bu meni akam deya javob qiling" dedi. Misrning hukmdori yuborgan askarlar kelib, Sora onamizdan bu erkak kim deya so'rashganida, bu meni akam deya javob beradi. Va soqchilar Sora bibini saroyga qarata olib ketishadi. O'z jufti haloli uchun qo'lidan hech narsa kelmagan Ibrohim alayhissalomni taskin topishi uchun Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga "Fastainu bis-sabri bis-sola", ey Ibrohim, sabr qiling va namoz bilan Robbingizdan yordam so'rang dedi. Sora onamizni go'zalligini ko'rgan Misrning johil hukmdori o'zining jirkanch nafsini qondirish uchun unga qarata najas qo'llarini uzatadi. Va chorasiz qolgan Sora bibi Robbisiga duo qilib: "Parvardigoro, albatta sen bilib turguvchi hamda ko'rib turguvchisan. Men senga va payg'ambaringga iymon keltirdim. Erimdan boshqasidan o'zimni pokiza saqladim. Endi meni ustimdan bir kofirni hukmron qilib qo'ymagin" deya duo qiladi. Va ana shu ondayoq podshohni uzatgan qo'llari shal bo'lib, na qimirlata oladi, na biron bir narsani ushlay oladigan holatga tushib qoladi. Qo'llarini shal bo'lib qolganidan qo'rqib, podshoh saroy ayonlarini chaqiradi-yu, va lekin ular ham hech narsa qilisha olmaydi. Shunda haligi shoh Sora bibiga qarata: "Qo'yvor meni bo'ldi, senga tegmayman" dedi. Buni eshitgan Sora onamiz esa: "Parvardigoro, seni deb qo'llari shal bo'lib qoldi deya yana meni o'ldirib qo'yishmasin. Qo'yvor uni" dedi. Misr podshosini qo'llari asta-sekinlik bilan seza boshlagach, najosat to'la niyatini amalga oshirish uchun yana Sora onamizga qarata qo'llarini uzatadi. Sora bibini birodarlar Alloh taologa juda yaqin mu'mina banda bo'lganligi sabab har safar Sora onani qilgan duosini Alloh taolo onında ijobat qilar edi. Bu holat muhtaram azizlar 3 marotaba takrorlanadi. Misr podshosi Sora onamizga nisbatan qo'lidan hech narsa kelmasligini tushunib yetgach, oxirgi 3-marotaba qo'llari shal bo'lgan vaqtida Sora onamizga qarata: "Agar meni qo'yib yuborsang, men senga bitta yaxshilik qilaman. Bo'ldi, endi men senga tegmayman, qo'yib yubor meni" dedi. Qo'llari o'z holatiga qaytgandan keyin esa saroy soqchilariga qarata: "Sizlar meni oldimga inson emas, shayton olib kelibsizlar. Zudlik bilan buni saroydan tashqariga olib chiqib tashlaylar va oz miqdorda oltin, oz miqdorda kumush va saroy xizmatkorlaridan bittasini qo'shib beringlar" deya amr qiladi. Soqchilar podshohning buyrug'iga binoan Sora onamizga oz miqdorda oltin, oz miqdorda kumush va Hojar ismli xizmatkor ayolni ham hadya qilib qo'yib yuborishadi. Rivoyatlarga ko'ra, johil hukmdorni bu qilgan ishi "Agar meni qo'yib yuborsang, senga bitta yaxshilik qilaman" degan va'dasiga isbot edi deya zikr qilinadi. Sora ona Ibrohim alayhissalom namoz o'qiyotgan vaqtida uyga kirib keladi va bo'lib o'tgan voqealarni aytib bergach, Ibrohim payg'ambar Alloh taologa hamd aytib duo qiladi. Ba'zi rivoyatlarda saroyida bo'lib o'tayotgan voqealarni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni qalbiga taskin bo'lishi uchun unga ko'rsatib turgan edi deya rivoyat qilinadi.
Alloh taoloni birodarlar bandalarini ustidan bajargan hisob kitobi buyuk va haq. Mana shu voqea sabab mana Ismoil alayhissalomning onasi bo'lmish Hojar ona ham bularning safiga kelib qo'shiladi. Ibrohim payg'ambar va uning oilasini endi Misrda qolib yashashlari xavfli bo'lib qolganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu safar Ibrohim alayhissalomga muborak Falastin diyorlariga hijrat qilishini amr qiladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu.